Qishloq xo'jaligiga zamonaviy va tejamkor texnologiyalarning joriy etilishi kam xarajat bilan yaxshi daromad olish imkonini beradi. Viloyatimizda paxtachilik sohasida ham bir qator yangiliklarga qo'l urilyapti. Bog'ot tumanidan tayyorlangan galdagi lavhamiz ayni shu mavzuda. Bog'ot tumanida bahorgi chigit ekish jarayonlari belgilangan agrotexnik tadbirlar asosida dalalarning obi-tobida ekilishiga e'tibor qaratilgani tekst nihol olish imkonini berdi. Tuman bo'yicha 5400 gektar maydonga chigit qadaldi. Ibrohim Guli fermer xo'jaligi hamisha yangilik qo'llashni, uni o'z dalalarida sinovdan o'tkazishni xush ko'radi. Xitoy texnologiyasi asosida plyonka ostida 76 ga 10 sxemada qo'shqator usulda chigit ekishning o'ziga xos samarasi borligini g'o'za nihollarning rivoji ko'rsatib turibdi. Ushbu dalaga 3-aprel kuni chigit qadalgan edi. Oradan 2 oy o'tmay nihollar bo'yi odam tizzasiga keladi. Bironta begona o't yo'q. Yaqinda yog'ib o'tgan kuchli yomg'ir ham o'z ta'sirini ko'rsata olmagan, aksincha rivojlanishini tezlatgan. Mana ko'p o'rgandim. Namanganli Abdulla aka degan fermer kelib seminar, trening o'tkazdi. Shunda aytdi-da, bizlar shunday qildik, Xitoy texnologiyasi bilan ekdik, 75 sentnerdan berdi dedi. Shundan xulosa chiqarib, yana ekdik. Dalamizni ko'rib tursalar, paxtalarimiz yana 35-40 sm keldi. Xudo qalasa 2-3 kunda gullab boshlaydi paxtalarimiz. Bu texnologiya o'ta ketgan yaxshi texnologiya ekan. Odam kirgizmadik, stomp bilan ishladik, qurut texnika, 1-2 marta qur yumshatgich o'tkazdik. Bo'ldi. Boshqa hech narsa. Hali bir marta suv berildi menga. Kelasi yil 100% yerimni shu texnologiyada egaman. Fermer xo'jaligining salkam 64 gektar maydoniga chigit qadalgan bo'lsa, shuning 20 gektari Xitoy texnologiyasiga asoslangan holda ekildi. Fermer uchun har tomonlama foydali va tejamkor texnologiya. 6 gektarlik bir konturga suv berish uchun 3 kun ochadi dedilar suvni. Suv tejovchi texnologiyamizda ertalab ishlasak, kechga botiz bo'ladi o'zi. Bir kun. Qarang, 2 kunni tejab turibmizda. Yanada 3 odam, 4 odam yuradigan bo'lsa, bir operator. Hozir gektar bo'lingan, o'zining krallari bor, ochadigan. Masalan, 2 gektarga bir dana kran qo'yib qo'ydi. 3 sati beradi, 2 gektar bo'ladi. Keyin u kranni ilatdan nariga 3 gektarga ochadi. Bu to'lgandan keyin 3 sati beradi. 3 sat bo'ladi o'zi ekanda, yetadi. 300 lik bir nasos ishlabasan, necha kub suv chiqaradi u. Minutida 300 kub suv chiqaradi. Shunchalik iqtisod. Yanada odam ishchi ana kuchidan shunchalik iqtisod. Yanada rivoji yaxshi. Mineral o'g'itdan tejamkor. Texnikadan, saralkadan hamma narsada iqtisoddan. Turmushi buning oltin ekanda bu. Paxtachilikdagi bunday zamonaviy texnologiyalar chigitni erta bahordan ekish hamda nihollar vegetatsiya davrini barvaqtroq boshlash imkonini beradi. Chunki tuproqqa ko'milgan mineral o'g'it va tomchilatib sug'orish tizimi orqali boradigan suv va qo'shimcha o'g'itlarni bevosita g'o'za nihollari tezroq o'zlashtirib oladi. Bu esa paxta hosilini tezroq yig'ib terib olib, yuqori navlarga sotish imkoniyatini yaratadi.